Aka mana sizdan 23 ming bo'ldi. Davay. Ha, puluchi? Qanaqa pul? G'alatimsan shep kelgan-u. Kim o'sha? Tanimaysanmi? Yo'q, kim bular? Yibon. Ibon? Bularni gapirtirma ukam. Tinchgina ishingni qilgin tamom. Hop. Ketdi Yibon aka. Mana aka somsa tayyor. Davay. Aka, pulni bermaysizmi? Sen tanimadingmi? Yo'q, kim u? Yibon aka-yu bu. Sinfida birinchi shefi bo'lgan. Sen bunga somsa berishiga долженсың. Nimaga ekan? Yibon akani gapirtirma, gapirsa yomon qiladi. Yibon aka somsiz. Bu qacha? Sendviching bormi? Bor aka. Chempion sendvich. Ma'lumot ber, sifati yaxshimi? Sifati вообще zo'r aka. Samarqandda ishlab chiqariladi. Qarshida, Buxoroda filiali ham bor. Hozirgi kunda trendga chiqqan. Mana. Ma'qul, bu Yibon akamga podarka. O aka, bizda podarka yo'q. Pulini berasiz, keyin olasiz. Yibon akamni jahlini chiqarma, agar gapirsa yomon qiladi. Ibon akangga qo'shib yorib tashlayman. Tushundingmi? Shumi Ibon akang? Sanmi turdi o'rningda? Nima xohlaysan, gapir. Gapir dedim, nima xohlayapsan, eshitmayapsanmi? Gapir dedim. Bermayman deng aka. Yo'naltirmang odamni. Tamam, o'yapti, bermayman deng aka. Rashid! Yiqali. Rashid! Rashid noyangni tamam Rashid! Sen meni boshqacha kelading samoga Rashid! Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Sensiz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olurchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaynagan suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi. O'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan qilib. Bunga qarash kerak-ku. Men o'lgandan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil ko'p tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davlinin tushadi. Mayizmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni ham olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi. Qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar oq, qora kiyimlar qop-qora qiladi, qizillar qizil, sariqlar sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi. Yaltiroq sumkamni olib kelib bering. Qaysini? Ana Xitoydan olib kelganimiz borki, zamogida ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Grippaga o'xshab, o'qima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang. Olmaklidan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymon.